Agar siz ham tandirda pishgan ko'k somsani yaxshi ko'rsangiz, endi buning uchun tandir unchalik shart emas, uyingizda ham shunday tayyorlay olasiz. Bizga ismaloq kerak bo'ladi, uni yuvib qo'yamiz va xamirni tayyorlaymiz. Xamirga tuz, suv, ozroq sariyog' va past foizli uksusdan solib yumshoqqina qilib qoramiz va bo'laklarga bo'lib, zuvalachalar yasab, dam oldirishga qo'yib qo'yamiz. Ismaloqni yaxshilab yuvib, quritib, to'g'rab olamiz va o'zimiz xohlagan ko'katlardan hamda piyozni to'g'rab qo'shamiz va tuzini rostlab, ustidan qizib turgan yog'ni jizillatib quyib yuboramiz. Xamirni qancha yupqa yoysak, shuncha qirsildoq va mazali bo'lib pishadi. Videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz va hammasini patnisga terib, yuziga suv surib, qizigan duxovkaga 15 minutga jo'natib yuboramiz. Yuzlari qizarib pishib chiqqan somsalarga o'simlik yog'i suramiz va somsa tayyor. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, yurakchanni bitta bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ko'rishamiz.